Ikkinchi fasl. Podshohlar tomonidan Alloh taolo ne'matlari qadrini bilish haqida. Alloh taolo ne'matlari qadrini podshohlarning bilishlari ularning xalqqa qiladigan xayr-u ehson va adolatlaridan ma'lum bo'ladi. Agarda xalq duolari ezgulik bilan qo'shilsa, mulk mustahkam bo'lib, kun sayin kuchga to'ladi. Shu mulk o'z davlat va tinchligidan bahramand bo'ladi. Bu olamda yaxshi nom va u dunyoda rahm shafqat nasib qiladi. Din ulug'lari aytganlarki, mulk kufr ila mavjud bo'lishi mumkin, zulm bilan esa barbodlikka mahkumdir. Hikoyat. Axborda shunday keltirilganki, Yusuf alayhissalom olamdan o'tibdi. Uni Ibrohim salavotullohu alayh oldida, ya'ni bobo va ajdodlari yaqinida dafn qilmoqchi bo'libdilar. Jabroil alayhissalom kelib aytibdi: "Shu yerda to'xtanglar, bu joy uning joyi emas. Bir mulkning javobini qiyomatda berishi kerak." Yusuf payg'ambarlarning ahvoli shunday bo'lsa, ko'ringki, boshqalarning ahvoli nima bo'ladi? Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam xabarida bordirki, qiyomat kunida kimki biror xalqqa boshliq bo'lib farmon beruvchi bo'lsa, qo'llarini bog'lab olib kelar ekanlar. Odil bo'lganlar bo'lsa, qo'llari adl u insofidan ochilib, jannatga olib borar ekanlar. Agarda zolim bo'lgan bo'lsa, shu bog'langan qo'llari bilan do'zaxga tashlar ekanlar. Yana hadislarda aytishlaricha, qiyomat kuni farmon beruvchi kishi o'z qo'li ostida bo'lgan odamlar javobini beradi va qo'ylar javobini bergan cho'ponga o'xshaydi. Ikkinchi hikoyat. Shunday ma'noda Abdulloh ibn Umar al-Hattob o'z otasiga aytgan ekan: "Ey ota, olamdan o'tsang, seni tezroq ikkinchi yo uchinchi kechada tushimda ko'rishni istayman." Oradan 12 yil o'tib ham uni tushida ko'rmabdi. 12 yildan keyin tushiga otasi kiribdi. Tushida o'g'il undan so'rabdi: "Ota, sen menga 3 kechadan keyin tushingga kiraman degan eding-ku?" Otasi javob beribdi: "Naharvonda bir ko'prik buzilgan ekan va xizmatchilar uni tuzatmagan ekanlar. Qo'ylar shu ko'prikdan o'tayotgan vaqtda bir qo'yning oyog'i teshikka tushib sinibdi. Hozirgacha shuning javobini berdim." Haqiqatdan podshohi olam biladiki, shu buyuk kun qiyomatda uning qo'l ostida bo'lgan xaloyiq javobini undan so'raydilar. Agarda boshqa kishiga havola etilsa, qabul qilinmaydilar. Shunday ekan, bu mulk muhimotini hech kimga topshirish va xaloyiq ishlaridan g'ofil qolish ham kerak emas. Shoh qo'lidan kelganicha yashirincha va oshkora tarzda xalq ahvolidan xabardor bo'lishi shart. Bedodlikka yo'l bermay, zolimlar zulmidan aholini qutqarishi kerak. Shu ishlarning barchasi uning davlatiga tegib, xalq uni duo qiladi. Qiyomatgacha uning nomiga duoyu xayr yuboradilar. Uning nomayu a'molida esa buyuk savoblar yozilgan bo'ladi.